Xo'p, endi have got, has gotning mashqlarini tahlilga o'tamiz. Read and circle deyapti. O'qing va doiraga oling deyapti. Demak, we ga have olamizmi, hasmi? Have olamiz. Shuning uchun we ga dumaloq qo'yib qo'yapti. We have red bikes. Bizning qizil velosipedlarimiz bor deyapti. Demak, she deyapti. She ga have mi, hasmi? Has olamiz. She has long hair. Uning uzun sochi bor. Buni bajarasizlar qolgani ham xuddi shunday qilib. Ikkinchisida write has or have. Demak, hasni o'rni have ni yozishimiz kerak ekan-a? O'rni yozmaymiz. Or bu yoki degan-a? Xo'p, demak, he, she, demak bu American English deb ketyapti. Demak, have has ni yozar ekanmiz xolos, got kerak emas ekan. Demak, she ga have oladi, hasmi? Has olamiz. Shuning uchun has qo'yib. She has a watch. Uning soati bor. We ga nima olamiz? Have olamizmi, hasmi? Have olamiz. Shuning uchun we have qo'yib qo'ysak bo'lgan. We have got blue jacket deb bu aralash ekan. British bilan American English aralash ekan. Demak, we have got blue jackets. Bizning ko'k kurtkalarimiz bor. Hop. Write 4 things you have got. Siz o'zingizda bor narsalardan 4 tasini yozishingiz kerak ekan. Tushunarlimi? Menda bor. U nima bilan boshlanadi? I have got bilan boshlanadi. I have got desda nima bor sizda? Ha? A bag. I have got a bag. Misol uchun. A bag. Va hokazo. Demak, o'zingizda endi kamida 4 ta yozing. Bo'lmasa to'ldirib 1 2 1 5 siqqancha yozib qo'ying. Va hokazo. Tushunarli-a? Xo'p, fill the gaps as in the example. Namunadek qilib to'ldiring deyapti. Long form deyapti, bu tomonga short form yozishimiz kerak. Have got ni qisqartmasi I've got da xuddi shunday qilib qisqartmasini yozib chiqarganmiz. Mana 6-dan boshlab inkor shakliniki boshlangan. I have not got deb nima edi qisqartmasi? Haven't got edi, eslarda bo'lsa. Buni ham xuddi shunaqa to'ldirib chiqasiz. Write the sentences. Gaplarni yozing deyapti. Use deyapti. Ishladar ekansiz. Has got ni, have got ni, haven't got yoki hasn't got ishlatishimiz kerak ekan. Rasmga qarab turib ishlatamiz. Mana she bilan do'lni berdi. Demak, unda qo'g'irchoq bor deb yozishimiz kerak ekan. Mana do'l bilan qizni beryapti. She bilan do'lni. Demak, she has got a doll deyapti. Hop, they debdi-da, books debdi. Demak, ularda kitob bormi, yo'qmi aniqlashimiz kerak ekan. Kitobi bormi? Yo'q ekan qo'lida. Shuning uchun they haven't got books deyapti. Tushunlaring? Hop, uchinchisida he debdi-da, car debdi. Unda mashina bor deyishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Unda mashinasi bor deyishimiz kerak. Hop, mana maymun, it debdi-da, a long tail debdi. Uzun dum. Demak, uni uzun dumi bormi? Yo'q. Demak, unda uzun dum yo'q deb aytishingiz kerak. Tushunarlimi? We debdi, biz, kites, varraklar. Bizda varraklar bormi deyapti. Demak, bormi yo'qmi bizda? Bor. Shuning uchun bizda varraklar bor deb gap yozamiz. Va hokazo. Qolganini ham xuddi shu ko'rinishda bajaramiz. Write sentence in the negative. Demak, gaplarni inkor shaklida yozishimiz kerak ekan. Tushunyapsizlarmi? Inkor shaklida. Bizga darak shaklida gaplar beribdi. Inkor yozishimiz kerak ekan. Inkor. Mana they have got umbrellas. Ularning soyabonlari bor deyapti. Endi biz nima deb yozamiz? Ularning soyabonlari yo'q deb yozar ekanmiz. We have got a TV. Bizning televizorimiz bor debdi. Endi biz nima deymiz? Bizning televizorimiz you haven't, bizning televizorimiz yo'q deb yozishimiz kerak ekan. Va hokazo. Hop, write 4 things you haven't got. Endi bu soat tepada 4 ta bor narsamiz yozildi. Endi 4 ta yo'q narsamiz yozar ekanmiz. Bizda nima yo'q bo'lsa, shuni yozar ekanmiz. 4 tasini. Misol uchun u nimadan boshlanadi? I haven't dan boshlanadi. I haven't yo'g'ini yozamiz-ku. I haven't. Mana bunda yozish ozgina noqulaydi. I haven't got desda keyin nima yo'q bo'lsa yozasiz. I haven't got. Masalan, xotira yo'q sizlarda. I haven't got. Xotira nima edi? Yo'q.
Memory. Menda xotira yo'q. Vaqada shunaqa qilib yozib qo'ygansiz. Xo'p, we use and to join similar things deyapti. Juda ham foydali qoida bolalar. We use and to join similar things. Biz o'xshash narsalarni qo'shish uchun andni ishlatamiz deyapti. Biz o'xshash narsalarni qo'shish uchun andni ishlatar ekanmiz. Tushunasizlar? Masalan, mening sumkam va telefonim bor yoki kompyuterim bor. Yani kompyuterim sumkasini nazarda tutib, mening kompyuterim va sumkasi bor. Yoki mening televizorim va kompyuterim bor. Mening akam va ukam bor. Tushundilaring? Mana bu yerda qaranglar. Endi jadvalga qaraymiz. Mana Tommy turibdi, to'g'rimi? Tonyda mana galichka qilib qo'yganlari tepadagi so'zlari bor ekan mana. TV'si bor ekan, to'g'rimi? Kompyuteri bor ekan, kamerasi bor ekan, mobil foni yo'q ekan. Demak, Emma bilan Ben, Emma va Benda televizor yo'q, kompyuter, kamera va telefoni bor. Klarada televizor bor, kompyuter yo'q, kamera va telefoni bor. Vaqt endi shuni tagidan yozishimiz kerak ekanda. Yo'q, ismi bilan yozaveramiz. Mana bu ismi bilan. Mana Tony has got a TV mana. Tonydan boshlanyapti. Tony has got a TV, a computer and a camera. He doesn't have a mobile phone. Uning mobil foni yo'q deb yozishimiz kerak ekan. Borini bor, yo'g'ini yo'q deb qo'yamiz. Tushundilaring? Hop, short answers o'tdik, to'g'rimi? Mana bu yerda. Tepada o'tdik-ku, short answers, qisqa javoblar berishdi. Tushundilaringmi? Hop, write question and answers, listen and check. Savol berib turib, javob berar ekanmiz. Keyin eshitib tekshirar ekanmiz. Mana Anna a pencil deyapti. Nima deb savol berish mumkin? Anna a pencil. Anna bilan qalamni beryapti bizga. Endi biz yo'q, Annada qalam bormi deb savol berishimiz kerak ekanda. Tushundilaringmi? Anna bilan qalamni berib qo'ygan bo'lsa, Annada qalam bormi deb savol tuzar ekanmiz va rasmga qarar ekanmiz. Rasmda qalami bormi? Bo'lsa, ha bor der ekanmiz. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'q deymiz. Tushunalingmi? Ikkinchisida the boys debdi. Bolalar debdi, keyin a cat debdi. Mushuk debdi. Bolalarda mushuk bormi deb savol sorishimiz kerak ekan. Have the boys got a cat? Keyin yo'q der ekanmiz. Ulardan keyin nima borligini yozib qo'yar ekanmiz. Xo'p, you debdi uchinchisida. Keyin flowers debdi. Nima deb yozamiz? Have you got flowers? Nima deb javob? Yes? Yo'q, yes I have o'zgaradi. Yes I have. Yes I have. Mana hats, shlyappalar. Mana ularda shlyappalar mana. Boshidagi shlyappalar ular. Tushunlaring? Hop. Put the words in the correct order. Betartib tashlagan gaplarni biz gapni joy-joyiga qo'yishimiz kerak ekan. O'rgangan qoidamiz formulasi asosida. Mana bu yerda men o'rgatdim-a? Qani bu yerda eng boshda. Mana bu formula. Ega, have got yoki has got yoki nounni qo'yasiz. Inkor shakli bo'lsa have not, ega, have not yoki has not, keyin nounni qo'yasiz. Savol shaklida have has oldiga o'tadi, egani qo'yasiz, nounni qo'yasiz. Masalan, birinchisida darak gap ekan. Demak, darak gap bo'lsa birinchi nima keladi? Ega keladi, mana Nikos. Undan keyin nima kelar ekan? Have got, has got qo'yamiz. Mana has got. Keyin nima borligi, noun, big feet. Katta oyoqlar. Tushunasizlar? Demak, Nikosning katta oyoqlari bor. Xo'p, endi ikkinchi gapimiz nima ekan? Qanaqa shakl ekan? So'roq shakllangan. Chunki oxirida so'roq turibdi. So'roq bo'ladigan bo'lsa, so'roq gapining formulasiga o'tamiz. So'roq gapni birinchisi mana. Birinchi nima kerak bo'lar ekan? Have yoki has kerak bo'lar ekan. Demak, have'ni birinchiga qo'yamiz. Tushunlaringmi? Demak, birinchi have'ni qo'yar ekan. Undan keyin nima kelar ekan?
formulada. Noun kelar ekan. Tushunlaring? Noun. Ya'ni uzr, subject demoqchiman. Ega kelar ekan. Ega qani bu yerda? Anna bilan kim emas, Anna va kim. Anna and Kim qo'yamiz. Ikkinchisiga have Anna and Kim. Undan keyin nima qo'yamiz? Got keladi. Got. Buni yozib ketmaganman. Got keyin nimasi bor? Long hair bo'ladi. Long hair. Demak, Anna va Kimning uzun sochlari bormi? Bo'lib qoladi. Tushundilaring? Hop, speaking activity-ni keyingi darsda shug'ullanamiz. Keyin progress checklar. Progress checklarni ham bajarib kelasizlar. Progress checklarni ham o'tganmiz.